Vazn tashlash uchun tinimsiz harakat qilib natija ko'rmaslik alamli bo'lishi mumkin. Ayniqsa bunga yashirin turli sabablar bo'lsa. Ushbu videoda vazn tashlay olmaslikni 7 ta sababi haqida ma'lumot beramiz va ularni oldini olish uchun tavsiyalar berib o'tamiz. Vazn tashlash jarayoni turg'un bo'lmaydi. Ko'pchiligimiz vazn tashlashni endi boshlaganimizda tezroq natija ko'rishni xohlaymiz va har kuni vaznimizni tarozida o'lchaymiz. Ba'zida o'zimiz xohlagan natijani ko'ramiz. Boshqa payt esa qancha harakat qilganingizga qaramay tarozida vazn o'zgarmagan bo'ladi. Bu tabiiy holat. Chunki vazn tashlash bir tekis bo'lmaydi. Ba'zi kunlarda ko'p vazn tashlaysiz, boshqalarida esa vazn tashlamaysiz va bunga ko'p faktorlar sabab bo'ladi. Ichgan suvingiz miqdori, ich kelishi yoki kelmasligi va hokazolar. Shuning uchun har kuni tarozidagi vaznni qayd etib boring va kunlik natijaga qarab emas, balki haftalik yoki oylik natijaga qarab xulosa qiling. Ovqatni o'lchab yemaslik. Biz kundalik iste'mol qiladigan kaloriyamizni noto'g'ri hisoblaymiz. 2018-yilgi Buyuk Britaniya tadqiqotlariga ko'ra, erkak va ayollardan kundalik iste'mol qiladigan kaloriya miqdori qancha ekanligini so'rashgan. Ulardan olingan natija shuni ko'rsatadiki, ayollar 1600 kilokaloriya iste'mol qilishlarini aytishgan. Aslida esa bu raqam 2400 kilokaloriyaga teng bo'lgan. Erkaklar bilan ham tekshiruv o'tkazilganda ular 2100 kilokaloriya iste'mol qilishlarini taxmin qilishgan. Haqiqiy raqam esa 3100 kilokaloriyani tashkil etgan. Ayollar 800 kilokaloriyaga, erkaklar esa 1000 kaloriyaga adashishgan. Bu shuni ko'rsatadiki, biz o'ylaganimizdan ko'ra anchagina ko'p miqdorda ovqatlanamiz. Aynan shuning uchun kun davomida har bir iste'mol qilingan ovqatni qayd etib borish vaziyatni to'g'ri baholashga yordam beradi. Tavsiya: buni oddiy daftarda bajarishingiz yoki maxsus telefon uchun dasturlardan foydalanishingiz mumkin. Bulardan bir nechtasini ekranda ko'rsatib o'tamiz. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Ko'p snacklar iste'mol qilish. Snacklarga nimalar kiradi? Snacklar bu ovqatlar o'rtasida iste'mol qilinadigan mahsulotlar. Bularga chips, popcorn, pista yoki mevalar, yong'oqlar kabi mahsulotlar kirishi mumkin. Snack iste'mol qilish uni turi va miqdoridan kelib chiqib vazn tashlash uchun foydali yoki zararli ham bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, snacklarni ovqat qatoriga qo'shmaymiz va kundalik kaloriyani o'lchayotganda ularni hisobga olmaymiz. Natijada o'zimiz bilmagan holda ortiqcha kaloriya iste'mol qilamiz. Qo'shimchasiga ba'zi snacklar ovqatlardan ham ko'proq kaloriya saqlaydi. Masalan, katta qadoqdagi chips 490 kilokaloriyaga ega. Yoki yong'oqlarni olaylik. 50 gram yong'oq iste'mol qilish orqali 350 kilokaloriya iste'mol qilasiz. Yashirin vazn yig'ilishini oldini olish uchun kun davomida iste'mol qilgan barcha mahsulotlaringizni kalorik miqdorini hisoblang. Yetarlicha suv ichmaslik. Sog'lom turmush tarzi kechirishda yetarli suv ichishni o'rni katta. Shu qatorda vazn tashlash uchun ham. Yetarlicha suv ichmaslik turli salbiy holatlarni keltirib chiqaradi. Bulardan biri ko'p ovqatlanishga istak. Frontiers in Nutrition deb nomlangan jurnalni tadqiqotiga ko'ra, yetarlicha suv ichmaslik natijasida chanqoq hissi tug'iladi. Buni esa ko'pincha ochlik bilan adashtirib, ortiqcha ovqatlanishga olib kelishi mumkin. Shunisi qiziqki, kun davomida kam suyuqlik ichgan insonda odatda ovqat yeyish miqdori oshadi va teskarisi, suyuqlik miqdori oshgani sari ovqatlanish miqdori kamayadi. Bunga sabab qilib, suv ichish orqali ovqatlanishga bo'lgan istak va oshqozondagi joy kamayishini keltirish mumkin. Yana bir tekshiruv shuni ko'rsatadiki, yetarlicha suv ichish tanadagi tabiiy holat, lipolizni kuchaytiradi. Lipoliz bu tanadagi yig'ilgan yog'larni energiya sifatida ishlatish uchun yog'li kislota va glitserolga ajratadigan holat. Bu holat bo'lmasa, tanadagi yog' yo'qolmaydi. Yetarlicha suv ichish bu holatni kuchaytiradi. Yetarlicha suv ichmaslik esa bu holatga salbiy ta'sir qiladi va vazn tashlashni yanada qiyinlashtiradi. Tavsiya: kuniga 2-3 litr atrofida suv ichishga odatlaning. Kam uxlash. Sifatli va yetarli uyqu jismoniy va aqliy faoliyatning yaxshi bo'lishida muhim o'rin tutadi. Shu jumladan sog'lom vazn uchun ham. Uyquning yomon bo'lishi vazn ortishiga katta hissa qo'shadi. Tadqiqotlarga ko'ra, uyquni kam bo'lishi ham yoki ortiqcha uxlash ham vazn ortishiga olib keladi. Kattalarda kuniga 7-8 soat uxlash tavsiya qilinadi. Bu raqam bolalar uchun 8-10 soatni tashkil qiladi. Tavsiya: kuniga 7-8 soat uxlashni maqsad qiling. Uyquni sifatli bo'lishiga e'tibor bering. Tabiiy mahsulotlardan yetarlicha iste'mol qilmaslik.
Tabiiy mahsulotlarga nimalar kiradi? Bular pishib yetilganidan iste'molgacha eng minimal ishlov berishdan o'tadigan mahsulotlar. Bu kabi mahsulotlarni iste'mol qilish orqali siz tabiiy shakar, sodda va murakkab uglevodlar, ko'p miqdorda o'simlik tolalarini iste'mol qilasiz. Shu bilan bir vaqtda sun'iy ingrediyentlar, ta'm beruvchilar, ranglantiruvchilardan ham saqlangan bo'lasiz. Bu ovqatlanish quyidagicha bo'ladi. Olma sharbatini ichish o'rniga olma mevasini iste'mol qilish yoki KFC o'rniga uyda pishirilgan tovuq yeyish yoki shirin yogurtlar o'rniga sut yoki qatiq iste'mol qilish mumkin. Iste'mol qilish uchun mahsulot tanlayotganda minimal ishlov berilgan mahsulotlarni tanlang. Noto'g'ri maqsad qo'yish. Vazn tashlash sekin jarayon hisoblanadi. Qanday natija kutishni bilmay vazn tashlashga kirish natijadan qoniqmaslikka olib keladi. Ovqatlanish va mashq qilish tartibingizdan kelib chiqib, haftasiga 300-600 gram atrofida vazn tashlashni mo'ljal qilishingiz mumkin. Buni qanday hisoblaymiz? Misol uchun, metabolizmi o'rtacha bo'lgan, kuniga 3 mahal ovqatlanadigan o'rta yoshli ayolni olaylik. Ovqatlanishni kuniga 3 mahaldan 2 mahalga tushirsak, quyidagi natijalarga erishamiz. O'rta yoshli ayolda metabolizm o'rtacha 1200-1400 kilokaloriyani tashkil etsa, bir porsiya taom 300-700 kilokaloriya bo'lsa, bunda 500 ni 2 ga ko'paytirib, undan 1300 ni ayiramiz. Bu esa -300 bo'ladi. Buni 7 kunga ko'paytirsak, -2100 kaloriya bo'ladi. 1 kilogramm yog' taxminan 7700 kilokaloriya bo'lsa, bir haftalik yo'qotilgan vazn 270 grammga teng bo'ladi. Bu ovqatlanishni 3 mahaldan 2 mahalga tushirganimizdagi natija. Endi kundalik ovqatlanishni 1 mahalga tushiradigan bo'lsak, yo'qotilgan vazn 540 grammga teng bo'ladi. Nazarda tuting, yuqoridagi hisoblangan raqamlar kishi yoshi, jinsi, harakat miqdori, ovqat tanlovdan kelib chiqib, haqiqiy natijadan anchagina farq qilishi mumkin. Bu hisoblash orqali bir haftada yo'qotish mumkin bo'lgan vazn haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish mumkin. Tavsiya: vazn tashlashga realistik maqsad bilan kiring. Ozish uchun qancha yurish kerak? Ekrandagi video orqali bilib oling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.